Hop, assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan uzoq kutilgan muammoli masalalar kursimizni boshlaymiz. Bugun muammoli masalalar kursiga kirish qilamiz. Kirish deganda eng birinchi mavzuda o'tamiz. Jadvallardan foydalanish, sodda hisob kitoblarni ko'rib chiqamiz. Soddalari bor, murakkablari bor. Biz endi imkon boricha soddadan boshlab murakkabgacha ketamiz. Boshlarini hamma biladiganlardan boshlaymiz, oxirida murakkab savollarni ham birgalikda ko'rib chiqamiz o'quvchilar. Xo'p, kelishib olamiz. Mana shu dars jarayonida aktivliginglarni ta'minlash uchun hamma qog'oz qalamni qo'liga oladi. Birinchi qoidani aytamiz, misoldan bitta ko'rsatib beramiz va ana shu tipdagi bitta misoldan sizlar ham ishlab ko'rasizlar. Shunda men bilamanki, ha tushunyapsizlarmi, tushunmayapsizlar. Misollar boshlari osondan qiyinga ketamiz. Agar boshidan yaxshi ishlab ketilsa, oxirgilari ham oson bo'ladi. Bo'lmasa, oxirgi misollar qiyin bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, demak boshlaymiz o'quvchilar. Jadvallar. Jadvallar nima edi? Muammoli masalalar bo'limida jadval berilgan ma'lumotlar jadvalda sodda matematik bilimlar orqali hal qilinadi. Hop, yana bitta narsani tekshirib qo'yamiz. Bizda zapsimiz ketyaptimi? Zapsimiz ketyaptimi, ketmayaptimi tekshirib qo'yamiz. Zapsimiz ketyapti ekan, yaxshi. Sababi bu darsni video formatini Zoomga kira olmagan, ishlata olmaganlarga tashlab berishimiz kerak. Xo'p, birinchi sodda hisob kitoblar yoki sodda mantiqlar orqali hal qilamiz. Misol uchun hamma biladigan narsa bor. Aytaylik, qo'sh ayrishda hammamiz bilamiz. Ko'paytirish bo'lishni bilamiz. O'sish va kamayish nimaligini bilamizmi? O'sish va kamayish. Xo'p, darsga kira olmayapmiz deganlar ham ko'p ekan o'quvchilardan. Xo'p, bizda o'quvchilar Zoomda dars zo'r bo'ladi-da. Qotmaydi. Telegramlar bir uzilishlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun tavsiya qilamiz, hammani Zoomni o'rnatib, Zoomda yaxshi ishlatishni o'rganib olsanglar, bir oy, 1,5 oy maza qilib kurs o'tardik. Xo'p, o'quvchilar, mana o'sish, kamayish oraliklar, o'sish va kamayish nima degani desa, misol uchun keling bitta misol aytib qo'yaylik. 7, 8, 9, 25, 36. Mana bu ketish sonlar kichikdan kattaga qarab ketsa, bu o'sish tartibi deyiladi. Endi lekin e'tibor bersanglar, testlar yechasizlar, natijalar chiqadi yoki imtihonlarda bolalarda natijasi kamayish tartibiga ketadi. Kamayish tartibi nima degani? Misol uchun 30 talik test yechyapsizlar. Kimdir 27 ta topdi, kimdir 30 ta topdi. A odam, B odam 30 ta topdi, S odam 26 ta topdi. D odam aytaylik 29 ta topdi. Endi natijalarda eng birinchida qaysi odam bo'ladi desa, kamayish tartibida beradi. Kamayish deb mana shuni shunaqa ro'yxatlanadi. Bunday qilinadi. Birinchi B odam deydi, botlarda ko'rgan bo'lsanglar 30 ta topdi deydi. Keyin deydi D odam deydi, ikkinchi o'rinda D ismli o'quvchi 29 ta topdi deydi. Keyin A odamni qo'yadi navbatga 27 deydi. Keyin S odamni qo'yadi-da 26 ta deydi. Mana bu tartib kamayish tartibi. Odatda kamayish tartibi bo'yicha ko'proq ish qilamiz. Nimaga desa, chunki imtihonda hech qachon eng past ball olgan bolani boshiga qo'ymaymiz. Eng balatidan pastiga ketamiz. Shuning uchun kamayish tartibida ketamiz. Yaxshi o'quvchilarning ballari birinchi chiqadi, qolganlari keyin chiqaveradi. Xo'p, jadvallarni tushunish. Jadvallar ma'lumotlarni, rosa ko'p ma'lumotlarni kichik aytaylik, bitta jadvalda minglab ma'lumotlarni sig'dirish mumkin. Misol uchun
Bitta o'quvchilarni aytaylik, sizlarni ichinglardan 3-4 ta o'quvchini tanlab olsaydi, bitta o'quvchi A o'quvchi bo'lsin, bittasi B o'quvchi, bittasi S, bittasi D, bittasi Y. Mana shu yerga jadvalga men viloyatlar, aytaylik yosh yoki bo'lmasa bo'y yoki bo'lmasa qanaqadir fanlardan baholar bo'yicha jadvalga kiritib qo'ysam, qisqa va tushunarli bo'ladi. Misol uchun A o'quvchiga qaysi viloyatdan borsizlar? Bitta yozaveringlarchi, ozgina nima qilaylik, jonli qilaylik. Hop, Azimaxon, mana Azimaxon men A'man deyapti. Azimaxon qaysi viloyatdansiz? Azimaxon mana Farg'ona, Navoiy, Samarqand, Azimaxonda Farg'ona. Mana Azimaxon Farg'ona viloyatidan. Farg'ona. Yosh nechi desa, odatda sizlar 10 yosh bo'lishinglar mumkin. Bo'yi nechi desa, aytaylik, taxminan bo'ylar yozvaringlarchi bitta. Hop, Namangan, Qashqadaryo, Toshkent, Samarqand, Xorazm, hamma joydan bor ekan, Zomindan ham bor ekan, Jizzaxdan ham. Ho'p, barakalla. Endi demak, bo'y qancha? 140 santimetr. Baho qancha? Baho aytaylik, hammanglar 5 baho olasizlar, Prezident maktabiga topshirayotgan o'quvchilar. Mana bu narsa, mana B o'quvchi Samarqanddan bo'lishi mumkin o'quvchilar. Yana S o'quvchi Jizzaxdan bo'lishi mumkin. D o'quvchi aytaylik Surxondaryodan bo'lishi mumkin. Navoiydan bo'lishi mumkin. Ichimizda 12 ta viloyatda hammasidan bor shekilli. Xorazmlar ham bor ekan. O'quvchilar, jadvallar bu zo'r narsaligi shundaki, biz har bir o'quvchini Azimaxon Farg'ona viloyatidan degandan keyin B o'quvchini bitta yozamiz Azimaxonni. Va qolgan ma'lumotlari mana shu Azimaxonga tegishliligini bilamiz. Farg'onadan. Azimaxonning yoshi nechi? To'g'risiga qaraymiz, 10 yoshda. Bo'yi nechi misol uchun? 140 yoki 130 santimetr. Necha bahoga o'qiydi? 5 bahoga o'qiydi. Jadval shunaqa zo'r narsa bo'lganligi uchun jadvalga doir misollar beriladi. Xo'p, boshlari oddiy, tez-tez o'tib ketamiz, oxirlaridan sekin demak to'xtaydigan joylarimiz bo'ladi. Jadvalga doir misollarda birinchi navbatda sodda hisoblashlar bajariladi. Sodda hisoblash nima degani desa, qo'shish bo'lishi mumkin, ayirish bo'lishi mumkin, ko'paytirish bo'lishlar. Eng muhimi tushunib olsak, e'tibor beringlar, mana bunaqa namunaviy savollardan atay beraman, keyin bitta sizlarga ozgina ishlatib ketamiz. 2 kun ichida kim ko'p sotish bo'yicha musobaqa o'tkazildi? Qaysi sotuvchi ikkinchi o'rinni oldi degan savol berilgan. Jadvalda bor: birinchi ishchi, ikkinchi ishchi, uchinchi ishchi, to'rtinchi ishchi, beshinchi, oltinchi ishchi. Va qancha sotganlari bor. Birinchi kuni 7 ta sotgan birinchi ishchi. Ikkinchi kuni 14 ta sotgan. Ikkinchi ishchimiz esa birinchi kuni, mana birinchi kunda to'g'risi 11 ta sotgan, ikkinchi kuni ham 11 ta sotgan va hokazo. Endi bunaqa savollarda oddiy qo'shish bilan javob berib qo'ysak bo'ladi. Chunki 2 kun ichida eng ko'p sotgan. 2 kun ichida birinchisi nechta sotdi? Oddiy hisoblashlar bajariladi. Qo'shib chiqaylik. 21 ta sotibdi. Misol kattaroq bo'lsa, yaxshi ko'rinyaptimi sizlarga? Ikkinchi ishchimiz 22 ta sotibdi. Uchinchisi 17 ta sotibdi. To'rtinchisi 12 ta sotibdi. Beshinchi ishchimiz 21 ta sotibdi. Oltinchi ishchimiz 24 ta sotibdi. Endi savol: qaysi ishchi ikkinchi o'rinni egallagan? Bu boyagi o'rinlashtirishda eng kamayish tartibda joylardik. Birinchi o'rin kim desa, eng ko'p sotgani. Birinchi o'rinda mana bu 6-ishchi olgan. Endi ikkinchi o'rinni kimga beramiz desa, ikkinchi o'rin bundan keyingi odam. Ya'ni 24 dan keyin kamayish tartibida qaysi sonni qo'yamiz desa, 22 ni qo'yamiz. To'g'rimi? Ana. Bu ikkinchi o'rinni olgan. Qolganlarini ham o'rinlashtirishimiz mumkin. Endi 21 ikkita bo'lib qoldi. Shuning uchun ikkinchi o'rinni so'ragan xolos. Mana bu sodda savol. Buni ishlash uchun o'quvchilar kecha sizlarga atay sodda savollarni berdim.
aynan bazaviy bilimlar yetadi. Maktabda o'rganayotgan bilimlar yetadi. Oxirlaridagilarda lekin mana bunaqa sarida qilib qo'yganman, o'zingizlar tez ishlab javob yuborasizlar. Keyin yana bitta narsani kelishaylik. O'quvchilar, javoblar faqat menga kelsinmi yo hammamizga kelaversin? Shuni bitta kelishib olaylik-chi. Javoblarni faqat menga keladigan qilaylikmi yoki hammaga? O'zingizga, sizga. Bo'pti, menga keladigan qilamiz. Hozir bitta o'zgarish qilib olamiz. Hozir 1 minut. Mana shuni qilib olaylik. Nimaga unaqa deyapman? Sizlarni qanaqa bilganinglar, haqiqatda tushunyapsizlarmi, tushunmayapsizlarmi, men bilib turaman-da. Hop. Maqsadimiz o'rganish. Shuning uchun nimani o'ylasanglar, nimani tushunmasanglar, yozib boraverasizlar. Xudo xolasa men sizlarga tushuntirib berish imkoniyatim bor. Yaxshi, boshladik bo'lmasa. Ikkinchisi, demak, Majidov dedinglar, hammada to'g'ri, eng ko'p mijoz qabul qilgan. Xo'p, eng ko'p mijoz qabul qilgan bu Majidov. To'g'ri aytdinglar. Nimaga? Qani tekshirib qo'yamiz bir. Ikkinchi misol oson ekan. Demak, o'quvchilar boyagiday. Eng ko'p mijoz qabul qilgan. Birinchisi nechta qabul qilgan qo'shib qo'yamiz? 38 ta. Ikkinchisi nechta mijoz qabul qilgan qo'shamiz, bu ham 38 ta. Uchinchisi nechta mijoz qabul qilgan? 39 ta. Keyingisi nechta mijoz qabul qilgan? 37 ta. Eng ko'p qabul qilgan Majidov. Demak, birinchisi oddiy qo'shish bilan bajarildi, xolos. Endi keyingi misollarda mana Prezident maktabida mana bunaqa misollar tushgan. Agar qo'shish yoki ayrishmas urinishlardan eng ko'pi olinsa deydi. Urinishlardan eng ko'pi olinsa qaysi o'quvchi oxirgi o'rinda bo'ladi degan savollar beriladi. Endi o'quvchilar mana bilindida, hamma keyingi savollardan aktiv bo'lasizlar. Qaranglar, ikkita urinish bo'lsa va yaxshisi inobatga olinsa, biz birinchi odamni balini mana bu yaxshirog'i deb olamizda, pasini o'chirib tashlaymiz. Ikkinchi odamda ham xuddi shu ishni qilamiz. Mana o 49 ni 3 oldi deymiz. Endi uchinchi odam 37 oldi deymiz. To'rtinchi odam 62 oldi deymiz. Beshinchi odam 39 ni 2 oldi deymiz. Oltinchi odam 31 ni 9 oldi deymiz. Yettinchi odam 32 ni 8 oldi deymiz. Keyingi odam 38 ni 2 oladi va keyingi odam 43 oladi, keyingi odam 42 oladi. Qaranglar. 2 marta nima otyapti-da musobaqada. 2 marta harakat qilishyapti-da urinishlar soniyalarda. 10 ta o'quvchi urinishlar quyidagi jadvalda berilgan. Qaysi o'quvchi oxirgi to'xtab turamiz o'quvchilar. 2 marta urinishlar tezroq vaqtda ularning natijasi sifatida olindi. Mana hozir teskari aynan mana shuni boshqadan ko'rsatib beraman. Men buni sal oxirroqga qo'yishim kerak edi, boshiga qo'yib yuboribman. Teskari munosabat ham bor-da, teskari. Mana misol uchun teskari munosabat degan narsani hozirlarga tushuntiraylik, vaqt masalasi. Musobaqalarda tezroq kelgan o'quvchini, aytaylik, yugurish musobaqasi, bittasi 100 metrga aytaylik 12 soniyada kelsa, bittasi 10 soniyada kelsa, 10 soniyani natijasi yaxshiroq bo'ladi. Buni bilamiz-a? Natijasi yaxshiroq bo'ladi. Nimaga desa, chunki tez keldida, u tezroq, tezligi yuqoriligi hisobga olinadi. Endi mana bu misolimizda aytayapti ekanki, urinishlardan tezroq vaqtda ularning natijasi sifatida qabul qilindi debdi. Men boyagi tosh otish musobaqalarida metrlarda ko'prog'i bo'lardi. Bu soniyalarda ekan. Soniyalarda kamroq vaqtda uning yaxshi natijasi sifatida olinsa, deyapti. Qaysi o'quvchi oxiri bo'ladi? Oxirgi o'quvchi nima bo'lish kerak desa, ko'proq vaqt sarflash kerak. Musobaqalarda mantiqi shu. Teskari mantiq. Buni keyingi misollarda ham ko'ramiz. Keling shu bo'yicha ishlaymiz.
Birinchi o'quvchini bir marta 50 soniya, bir marta 46-2 soniya bo'lsa, qaysi natijasi yaxshiroq bo'ladi desa, mana bu natijasi yaxshiroq bo'ladi. Ikkinchi o'quvchida qaysi kichigini olamiz ekan? Uchinchi o'quvchida mana bu natija yaxshiroq, to'rtinchi o'quvchida 59 yaxshiroq, beshinchi o'quvchida 30. 30 soniyada bajarsa tezroq bajargan bo'ladi-da. Mantiq oddiy. Xo'p, keyingisi 32 6 yaxshiroq, keyingisi 29 1 yaxshiroq, keyingisi 40 dan ko'ra mana bu yaxshiroq va oxirgisida mana bu yaxshiroq. Endi o'quvchilarga savol beraman. Qaysi o'quvchi eng oxirgi bo'lgan? Nechanchi o'quvchi eng oxirgi bo'ldi? Nima deb javob beramiz? Hop, sizlarga yetib olayapti. 8-chi, 4-chi. Hop, o'quvchilar e'tibor beringlar. Eng oxirgi bo'ladigan o'quvchi eng uzoq, ko'p vaqt sarflagan bo'lishi kerak. Bu yerda kattaroq sonda bajarilgan ish oxirgi bajarilgan bo'ladi, ya'ni sekinroq bajarilgan bo'ladi. Javob 4. To'rtinchi o'quvchi eng oxirgi. Endi savol. Birinchi o'quvchi qaysi bo'ladi desa nima deymiz? Eng tez bajargani birinchi o'quvchi bo'ladi. Qaysi o'quvchi g'olib bo'ldi mana shu musobaqada? Javob beringlarchi, barakalla. Hop. Boshqalar ham, mana. Eng ko'p vaqtni topish kerak. Barakalla, yaxshi, zo'r. Demak, 4-chi o'quvchi bo'ldi va eng birinchi o'rin desa, unda 8-chi o'quvchi bo'ladi. To'g'rimi? Yaxshi. Hop, sizlarda men o'qib ulgurmayapman, zo'r. Yaxshi ishtirok etyapsizlar. Demak, birinchi o'quvchi mana bu eng kam vaqt sarflagani bo'ladi, 8-chi, birinchi o'rin bo'ladi. Eng ko'p vaqt sarflagani mana bu o'quvchi oxirgi o'rin bo'ladi. Qani shu bo'yicha bitta misol ishlaylarchi endi. O'quvchilar mana sari bilan belgilab qo'yganim sizlardiki bo'ladi. Desam, o'zi javobi ham bor ekan bunda. Hop, javobi qolib ketib qoldi. Qani mantig'ini ko'raylik, birga ishlaymiz ekan buni. Xo'p, to'g'ri topilgan savollar. Bizning o'zimizda bot bor-ku, sizlar javob yuborasizlar. Ana shunda ba'zi o'quvchilar 2 martadan yuboradi, bilsanglar. Ikkita akkaunt qo'yadi-da, bittasida kamroq chiqib qolsa, keyin qayta xatolarni ishlaydi-da, ustida yana yuboradi. Bu men muammoli masalani rosa yaxshi ko'raman. O'quvchilar nimaga desa, hayotiy misollar bo'ladi-da. Xudo xolasa katta bo'lsanglar ham rosa ko'p duch keladigan misollar. Hozirdan sizlar duch kelyapsizlar. Xo'p, mana bot eng yuqori natijani boshiga qo'yib qo'yadi. Urinishlardan birinchi o'ringa kimni qo'yadi desa, birinchi o'ringa mana bu Nodirni ikkinchi natijasini qo'yib qo'yadi. Nodir deydi. Ikkinchi o'ringachi desa, ikkinchi o'ringa mana bu ikkalasi Mansur. Ikkita ketma-ket turadi. Uzr, 26 ham bor ekan, 26 bor ekan. Ikkinchi o'ringa Karimni qo'yar ekan o'quvchilar mana. Keyin ikkita Mansur. Mana 25lar. Undan keyin ikkita 24 turadi. Olim. Tez yechadigan o'quvchilar buni yaxshi bilasizlar. Mana shunaqa tartiblanadi. Eng oxir Karim 7-o'rinda Karim turadi va eng oxirida demak kim turadi? Mana bu o'quvchi 23, 22 Nodir turar ekan. Mana 8-o'rinda Nodir turar ekan. Bizga savol berildi, ro'yxatda ikkinchi o'rinda kim turibdi? Endi o'quvchilar mana shu yerdagi mantiqni bitta takrorlab olamiz. Agar jadval ma'lumotlarida urinish, birinchi urinish, ikkinchi urinish, uchinchi urinish desa, ularning ichidan eng kattasini tanlab olasizlar. Eng kattasi bo'yicha ish qilinadi. Va aytaylik, bitta urinish hisoblanadigan bo'lsa, kichigini o'chirib tashlanadi. Yoki tepadagiday kichigi hisoblanadigan bo'lsa, kattasi o'chirib tashlanadi. Qancha sizlarga ma'lumot kamroq bo'lsa, tushunish imkoniyatinglar ko'proq bo'ladi. Mana bu botdan tartiblanish. Xo'p.
Karim bo'ldi, yaxshi. Endi mana shu savollardan keyingi misollar, qani mana ularni ishqilib sizlarga berganimni o'chirgan bo'lsam bo'ldi. Ha, o'chiribman. Mana bu birga o'rganadiganlarimiz. Jadval ma'lumotlarida o'quvchilar jamilar bir necha xil usullarda topilishi mumkin. Qanaqa usullarda? Yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Mana misol uchun o'quvchilarni ba'zilari piyoda yuradi, maktabga piyoda boradi, ba'zilari avtobusda. Endi mana shu piyoda yuradigan o'g'il bolalar nechta, qizlar nechta degan savollarga javob berishni o'rganishimiz kerak. Birinchi, agar bizda jami nechta odam o'quvchi piyoda boradi degan savol berilsa, unda ustunlardagi sonlarni qo'shishimiz kerak. Piyoda boradigan o'quvchilar soni mana bu ikkalasini qo'shib qo'yamiz 21 ta. Buni hammanglar bilasizlar. Yana bir takrorlab qo'yamiz. Sababi ichimizda 3-sinflar bor, boshlang'ichlar bor, ular ham bilib olishi uchun. Avtobusda boradigan o'quvchilar nechta desa, bu ikkalasini qo'shib qo'yamiz, 14 ta bo'ladi. Endi bizdan shu maktabga qatnaydigan o'g'il bolalar nechta desa, endi bu yoqdan jami bo'ladi. Jami o'g'il bolalar desa, satrdagi mana bu satrlarni qo'shamiz, ya'ni o'g'il bolalarni to'g'risidagi hamma sonni qo'shishimiz kerak bo'ladi. O'g'il bolalar 20 ta. Endi jami qiz bolalar nechta desa, o'quvchilar qizlarni to'g'risidagi ma'lumotlarni qo'shishimiz kerak 15 ta. Endi shu yerda eng muhim tomoni bor, balans deydi. Buxgalteriyada balans chiqariladi-da. Rosa ko'p ma'lumotlar bo'ladi. Oxirida satrlar bilan ustunlarni qo'shib tekshirishadi. Teng chiqsa ha xayriyat deyishadi. Mana shu narsa bo'lish kerak o'quvchilar. Ya'ni mana bu satrlardagi yig'indilarni qo'shganimiz 35 chiqadi. Mana bu ustundagi ma'lumotlarni qo'shganimizga teng chiqishi kerak. Shunda jadvalimiz to'g'riroq bo'ladi. Jadvalning mantig'ini tushundinglar-a? Xo'p, yaxshi. Endi savolga javob berib qo'yamiz. Maktabga piyoda keladigan jami o'quvchilar jami qizlardan nechta ko'p? Piyoda keladigan o'quvchilar 21 ta. Jami qizlar mana. Jami qizlar mana bu yerda turibdi 15 ta. Ayrib yuboradigan bo'lsak 6 ta ko'proq bo'ladi. Qani o'quvchilar, endi bitta mana shu hisoblashga doir hozir o'rgatgan misolimni ba'zi noma'lumlari bilan ishlaysizlar. Sarida belgilab qo'ygan bo'laman. Mana bu sizlardagi bo'ladi, 6-si. Mana shuni bitta ko'ringizlarchi. Mana jadvalda ma'lumotlar turibdi. O'g'il bolalar, qizlar bor. Demak, o'g'il bolalarda voleybol o'ynaydiganlar 18 ta, qiz bolalarda hokkey o'ynaydiganlar 17 ta, jami qiz bolalar 23 ta, jami o'quvchilar 50 ta. Savol: jami hokkey o'ynaydigan o'quvchilar nechta? Mana bu so'roq o'rnidagini topish kerak. Shuni jadvalda hozir tepadagini tushungan bo'lsanglar, buni ham topa olasizlar o'quvchilar. Shuni bitta yozib yuboringlarchi. Xo'p. Ko'pchiliklar to'g'ri yubordinglar, malades. Xo'p. Haqiqatda 26 ta rosa keldi. Demak, haqiqatda 26 ta. Endi nimaga unaqa desa, o'quvchilar, demak, mantiqda tushungan bo'lsak, jami qiz bolalar 23 ta, 17 tasi hokkeyga qiziqadi. Demak, nechta qiz voleybolga qiziqadi degan savolga javob berish uchun jami qizlar sonidan hokkeyga qiziqadigan qizlar sonini ayirib yuborsak, 23 dan 17 ni ayirsak, demak 6 tasi voleybol o'ynaydi. To'g'rimi? Endi agar tezroq ish qilamiz desak, jami voleybol o'ynayotganlar 18 ga 6 24 ta bo'lsa, endi 50 ta o'quvchi bor edi-yu jami. 24 tasi voleybol o'ynaydi. Nechtasi hokkey o'ynaydi desa, qolgani hokkey o'ynaydi. Ya'ni 50 dan 24 ni ayirib yuborsak, 26 tasi hokkey o'ynaydi deb javob bersa bo'ladi. Endi qolganini ham to'ldirib qo'yaylik ustoz desanglar, qolganini ham to'ldirib qo'yamiz. Mana bu yerda 9 ta, bu yerda 27 ta bo'ladi. Shunda hammasi boya aytganimizdek balans chiqadi. Ustundagilarni mana bu satrdagilarga qo'shsak,
50 chiqadi. Mana shuni balans deydi. Xo'p, demak, yig'indilar bo'yicha tushunarlimi o'quvchilar? Yig'indilar bu jadvallarda muammo emas. Bu elementar narsa. Endi kecha bir olimpiadada o'quvchilarga savol bersam, kuchli o'quvchilar ham adashyapti. Jadvallarda ba'zan farqlar so'raladi. Farq nimada so'raladi desam, agar biror narsa qayd qilib borilsa, belgilab borinadigan narsa bo'lsa va u jamini ko'rsatsa, ma'lum vaqt oralig'ini topish uchun farqlardan topish kerak. Misol uchun, siz kvartiraga borsangiz, счетчик ko'rsatib qo'ygan bo'ladi, suvni счетчиgi 24 metr kub. Keyin bu aytaylik 01 05 25. Siz birinchi mayda kvartiraga boruvdingiz, 24 metr kub suv yoqilgan ekan. Keyin siz mayna oxirida 31.05-kuni mana счетчикka qaradingiz. Счетчикka qarasangiz, mana shu yerda aytaylik 39 metr kub turibdi. Endi siz qancha yoqqan bo'lasiz suvni, qancha iste'mol qilgan bo'lasiz desa, hech qachon 39 demaymiz. Sababi unda bizdan oldingi 24 ni bizdan oldingilar iste'mol qilgan. To'g'rimi? Biz qancha iste'mol qilgan bo'lamiz desam, 39 dan 24 ni ayirib yuborishimiz kerak bo'ladi. 39 dan 24 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, shunda biz atiga 15 metr kub iste'mol qilgan bo'lamiz o'quvchilar. Mana shu narsani bilishimiz kerak. Buni o'zi ko'pchilik biladi, lekin misollarda kelsa e'tibor bermay qoladi-da. Kim ko'proq yoki qaysi oyda ko'p degan savollar tug'iladi. Mana bunaqa misollar e'tibor beringlar. Qushga don beryapmiz, 12,5 kilogramm don bor edi. Bu yerda rosa ko'p qushlar bor ekan. Birinchi haftada donimiz 9.9 kilogramm qoldi. Ikkinchi haftada buncha qoldi. Va hokazo ozayib 5-haftada 0.4 qoldi. Demak, mana shu misolda o'quvchilar eng ko'p miqdorda qaysi haftada qushlar don yegan desa nima qilishimiz kerak desa, endi mana shunaqa jadvallarda farqlar bo'yicha ishlash kerak. Farq nima edi? Farq mana shu. Ayirma. Boshida 12,5 kilo bor edi, 9 qoldi. Birinchi haftada qancha iste'mol qilingan ekan deb ko'ramizda. Ayiramiz. 12,5 dan 9 ni ayirib versanglar 2,6 bo'ladi. Agar ayirishni bilmasanglar 125 dan 99 ni ayirib qo'yganga o'xshaydi bu. Xo'p, endi qaranglar o'quvchilar. Ikkinchi haftada qancha iste'mol qilingan? Ikkinchi haftada, birinchi haftada o'z 9.9 qoluvdi, keyin mana shunchaga kamaydi. Demak, shu ikkalasini farqi iste'mol qilingan 9.9 dan 708 ni ayirib yuboramiz. Shunda 2,1. Endi 3-haftada qancha iste'mol qilingan? 1.9 ayiryapman. 4-haftada qancha iste'mol qilingan? 2.8. Nimadan nimani ayiryapman o'quvchilar? Mana bu 3-haftada qolgan dondan 4-haftada hali счетчикka o'xshab qolgan donda ayirib versanglar, 4-haftada qancha iste'mol qilingani kelib chiqadi. Endi 5-haftada qancha iste'mol qilingan desa, 5-haftada 3,1 dan 0,4 ayirib versanglar 2,7 kilogramm iste'mol qilingan. Mana qushlar har hafta don yeyapti ekan, savolda qaysi haftada eng ko'p don iste'mol qilgan? Nima deb javob beramiz? Eng ko'p don iste'mol qilgan, demak 4-haftada. To'g'ri aytyapsizlar, 4-haftada. Nima uchun 4-haftada desa, chunki farqlarning eng kattasi 4-haftada chiqdi. Xo'p, qani mana shu bo'yicha bitta mana namunaviy savollarda tushgan tez, oldin mashlarni berardi. Bizga savol beryapti o'quvchilar, hammaga vazifa hozir bajarib berasizlar, tushunganinglarni tekshirib olamiz.
Chevrolet kompaniyasi 2012 va 2013-yillarda sotilgan avtomobillarda ma'lumoti bor ekan. Savol: 2013-yildagi qaysi oyda savdo oldingi oyga nisbatan eng katta o'sgan? Qaysi oyda eng katta o'sgan? O'sish degani ko'payish kerak va farq kattaroq bo'lishi kerak. Yana ham sizlarga bir ajoyib narsani aytaman. 2013-yil haqida so'ralgani uchun 2012-yilni o'chirib tashlanglar. Nimaga desa, kerak ma'lumotdan foydalanishimiz kerak-da. Qaysi oyda eng katta o'sish bo'lgan? Qani yozib hisoblab yozinglar-chi o'quvchilar. Keyin birga ishlaymiz. Hop. Yaxshi. Endi qaranglar, yaxshi. Mana o'sish deganda 2000, mana bu ya fevral oyida o'sdimi desa, yo'q, o'smadi. Fevralda o'chirib tashlayveramiz. Endi mart oyida o'sdimi? Yo'q, o'smadi. Kamayib ketyapti. Oldingi oydan ham kam ishlab chiqarildi. Aprelda-chi desa, ha, o'sdi. Nima, qanchaga o'sdi desa, oldingi oyda 87 da edi, aprelda 114 bo'ldi. Demak, biz 114 dan 87 ni ayirib yuboradigan bo'lsak, o'quvchilar, qanchaga o'sganini topamiz. Shunda ayirib yuboramiz. 7, 7, mana bu yerda 10 qoladi. 27 taga o'sish bo'libdi-da aprelda. Qolgan o'sishlarni ham tekshiramiz. Mayda kamayish bo'ldi. Iyunda 16 taga o'sdik. Mana u 90 bilan solishtiringlar. 16 taga o'sdik. Keyingisida 18 taga o'sdik mana. Keyin kamaydi, avgust bo'lmaydi. Sentyabrda 10 nechtaga o'sish bo'ladi? 18 taga o'sish bo'ldi. Oktyabr kamaydik, noyabrda o'sish bo'ldi, dekabrda kamaydi. Noyabrda nechtaga o'sdi desa 15 taga o'sdi. Ana eng ko'p o'sish aprelda bo'lgan ekan. Bu savolni menimcha ko'pchiliginglar ishlagan bo'lsanglar kerak. Endi jadvalda berilgan ma'lumotlarda farqlar kelsa ham adashmaydigan bo'lishimiz kerak. Xo'p, keyingi narsa eng osoni. Jadvalda o'qishni bilish kerak-da. Bugungi mavzuyimizning nomi o'zi ingliz tilida reading timetables deyiladi. Sizlar biror metroga borsanglar, o'quvchilar qanaqadir jadval berib qo'yadi yoki nechida yurishi, poyezd stansiyalari, tablolarda jadvallar beriladi-da. Jadvalni o'qishni bilsangiz ko'chada qolmaysiz-da. Hamma yo'q bor. Metroda yo'nalishlar bor. Shundan foydalanishni bilish kerak. Ishxonaga ishga kirdik. Ishxonadagi ishchilar ilmiy darajasiga qarab turli xil oyliklarda olar ekan. Men 2022-yilda o'zim ishlagan joydagi oyliklarni ko'rib turib, o'qituvchilarning oyligini men jadvalga tushirdim. Qaranglar. O'qituvchilar qanaqa oylik oladi? Agar universitetda ishlasa, agar o'qituvchi stajyor bo'lsa, endi yangi ish boshlagan o'qituvchi stajyor ana shu paytda 14.607.000 so'mdan boshlar ekan. Endi o'qituvchi stajyorlarda oldin ilmiy darajalar bo'lmaydi. Nimaga desa, ilmiy daraja bo'lishi uchun kimlarnidir o'qitib, qanaqadir foydasi tekkan bo'lish kerak. U o'qituvchi, yangi o'qituvchi. Endi o'qituvchi assistent o'qituvchi bo'lsa, endi bu ish boshladi, tajribasi bor. Agar ilmiy darajasi bo'lsa, ilmiy 17 oyligi ko'tariladi. Agar ilmiy unvoni bo'lsa, yana ham ko'tariladi. Mana ilmiy daraja PhD deb qo'yadi. Mana shunaqa narsalar bo'lsa, oyligi ko'tarilaveradi. Katta o'qituvchi bo'lsa, yana ko'tariladi. Endi mabodo dotsent, professor bo'lib qolsa, hozir bilmayman, bir 50 million oylik olsa kerak. Qanchaligini bilmayman, hozir ko'tarilgan 22-yildan beri. Endi e'tibor beramiz. Nodirani dadasi Xalqaro islom akademiyasida dars beradi. U dotsent. Demak, Nodirani dadasi dotsent ekan. Hozir fan doktori bo'ldi. Dotsent bo'lib, fan doktoriga ham ko'tarilibdi mana.
Savol: hozir qancha oylik oladi desa, demak, dotsent agar ilmiy darajasi bo'lsa-yu, ilmiy unvoni ham bo'lsa-da, fan doktori bo'lib kelsa, mana 24.713.000 so'm oylik olar ekan. Va yana bir narsani sizlarga aytib beraman, o'quvchilar. Hozir O'zbekistonda shunaqa jarayonki, oddiy ishchilar ko'pda. Arzon oylikka ishchilar ko'p. Qimmat oyliklar bor, qimmat ishlar bor. Ishchilar aytadi, deydi, menda deydi, mana bu $500 ishlarimga rosa xodim ko'p deydi. Haydaveraman deydi. Yana kelishaveradi deydi. Yo'qmasa haydaveraman, orqasida 30 tasi kutib turibdi deydi. Ha, lekin deydi, mana bu 5 ming, 10 ming dollarlik ishlarimda deydi, tadbirkorlar aytadi, xodimimga yalinib ishlataman deydi. Qimmat xodim yo'qda deydi. Unaqa tajribali odam yo'qda deydi. Shuning uchun hozirdan tavsiya qilamiz, o'quvchilar yaxshi o'qisanglar, ham qimmat oylikka ishlaysizlar, ham sizlarga zo'r munosabat qilinadi. Oddiy o'qituvchilar, mana universitetda ishlaydiganlar, boshqalar biladi, e'tibor beringlar. Mana bu oylikni olish uchun haftasiga 20 soat ishlaydi. Dars beradi. Ha, professorlar bo'lsa, mana shu oylikni olish uchun haftasiga 12 soat dars beradi. Professor ham kam dars beradi, ham ko'p oylik oladi. Qaranglar, ham kam dars beradi, ham ko'p oylik oladi. Shuning uchun yaxshi o'qish kerak-da. Xo'p, shunaqa misollar bor. E'tibor beringlar o'quvchilar, shunchaki jadvaldan topib qo'yamiz. 5 kunga ijaraga olyapti. 5 kunga. Shu 5 kunni topasizlar, qaysi birini olyapti? Kichkinanimi, kattanimi degan savolni beramiz. Kichkinani olyaptimi, kattanimi? Bu yerda aytayapti, kichkinani olsa, kattani olgandan ko'ra qanchaga arzonroqqa tushadi. Ha, kichkinani olsa 23 ming, kattani olsa 37 ming 5 kunga. Qancha arzonga tushadi? 37 mingdan 23 mingdan ayirib qo'yamiz. 14 ming so'm arzonroqqa tushar ekan deymiz. O'quvchilar, mana oddiy, demak, berilgan ma'lumotlardan shunchaki 5 kungami, qaysi biri? Mana shu to'g'risidan topib qo'yadigan misollarimiz bor, 10-11lar. Mana shu tipdagilardan 11 ni ishlab ko'ringlar. Keyin bitta mana bu chatlarni narigi kompyuterimga olamanda davom etamiz. Xo'p. Bu ham shunchaki qarab qo'yasizlar. Qancha vaqt turdi, necha so'm to'laydi. Tasavvur qiling, dadangiz yoki biror joyga aeroportga kelinglar-da. Shunda kirayotganinglarda haligi aqlli kameralar sizni nomeringizni ko'radi-da, soat nechida kirganingizni bilib oladi. Qayd qiladi. Nodir deydi, mashinasi 11:45 da ketdi deydi. Shunda qaytayotganingizda 16:00 bo'lsa, avtomatik qancha vaqt turganingizni hisoblaydi-da, narx chiqarib beradi. Hozir mana shu holatda qancha narx to'laymiz? Ha, yozinglarchi. Yaxshi. Xo'p. Mana hammasi hayotiy misollar o'quvchilar. Demak, bir mashina 16:00 dan 11:45 gacha mana ayirib bersak, qancha vaqt turgani kelib chiqadi. Bu yoqdan qarz olib beramiz. 60 ga olamizda, buni 15 ga olamiz. Shunda bu yoqdan 15 minut, bu yoqdan 5 dan 1 ni ayiradigan bo'lsak, 4 soat 15 minut. Demak, 4 soatdan 7 soatgacha bo'lsa, 4 soatda o'tib ketib qoldi 15 minut. Biz 60 ming so'm to'laymiz o'quvchilar. 60 ming so'm. 60 ming so'm. 60 mingda hamma tushunda buni. Endi bitta yana yozib beringlar. Men sizlarga hozir domla hammasi yaxshi ekan, tezdan shunday tushadi. O'quvchilar juda ko'p savollarni men tushganlarini beraman sizlarga. Mana shu yerdagi savollar tushganlarini beramiz. Endi to'g'ri qiyinlari ham bor, lekin ko'pchiligi bemalol ishlasak bo'ladi. Hayotiy savollar, oson savollar. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa, charchab qolmayotgan bo'lsanglar, davom etamiz. Demak, o'quvchilar, endi qanaqa tipdagi misollarni ko'ramiz. Xo'p, muammoli masalalarda, jadvallarda odatda ozgina adashtirish uchun nimalardir qilib qo'yadi-da. Misol uchun
oddiy cheklarni beradi. Misol uchun korzinkaga kirdingiz, narsa olyapsiz. A narsani olyapsiz. Bu yoqda soni turadi, bu yoqda narxi turadi. Aytaylik A narsadan 3 ta, B narsadan 4 ta, C narsadan 2 ta sotib oldingiz. A narsaning narxi $15 bittasi, B'ni narxi aytaylik $8, C'ni narxi aytaylik $12. Endi siz qancha pul to'lashingizni o'zingiz bemalol hisoblab olasiz. Qancha pul to'lanadi desa, demak bu yoqda jamini hisoblaymiz. Bu yerda narx deganda bittaga nisbatan aytiladi-da, narx bittaga nisbatan aytiladi. Endi agar 3 tadan 15 ta sotib oladigan bo'lsak, demak biz A mahsuloti uchun jami $45 to'laymiz, chunki 3 ni 15 ga ko'paytiramiz. B uchun 4 ni 8 ga ko'paytiramiz, $32 to'laymiz. C uchun 2 ni 12 ga ko'paytiramiz, unda demak $24 to'laymiz. Endi jami qancha to'laymiz desa, hammasini qo'shib qo'yamiz. Demak jami biz hozir 7 11 biri dilda, mana bu 5 9 dilday bilan 10 $101 to'layapmiz. Sizlarda ham shunaqa chiqdimi? Jami $101 to'layapmiz. Endi o'quvchilar ba'zan barchasini so'raydi. Ba'zi holatlarda, misollarda bunday qiladi-da, nech kilo olganini so'raydi. Bu yerda jami narxni berib qo'yadi. Bunday qiladi-da, narx jami deydi. Endi bo'lishga doir misol berish mumkin. Misol uchun kartoshka sotib olyapmiz, sabzi sotib olyapmiz. Kartoshkani narxi 5000 so'm, biz 20000 so'mlik sotib oldik o'quvchilar. Sabzini narxi 4000 so'm, biz aytaylik 28000 so'mlik sotib oldik. Endi nech kilo sabzavot sotib olgan degan savollar berib qolishi mumkin. Bu yerda endi bo'lish bilan ko'paytirish bo'lish. Bu eng ko'p tushadigan savollardan. E'tibor beringlar o'quvchilar, bu yerda jami bilan narx berilsa, kiloni topish uchun bo'lamiz. Kartoshkadan 4 kilo sotib olgan bo'ladi. Sabzidan 28 ni 4 ga bo'laverasizlar, 7 kilo sotib olgan. Jami nech kilo sotib olgan desa 11 kilo. Taxminan mana shunga o'xshagan savollar bo'ladi. Oddiy sizlarning imtihoninglar ham shu. Imtihoninglarda 30 talik test yechasizlar, boshi oson bo'ladi-da, keyin qiyinlashib ketadi. Nimaga unaqa desa, ballari har xil beradi shularga ham. Ingliz tiliga har xil ball beradi, muammoliga har xil ball beradi. Shunda mana shu jadvallar bilan hisoblashni bilishimiz kerak. Kelinglar endi mana bu misolni ishlaymiz. Har kuni dushanbadan jumagacha $11 dan pul to'lanar ekanda ishchiga. Faqat yakshanba, shanba, yakshanba 2 barobar ko'p $22 dan to'lanar ekan. Endi savol deyapti. Kim eng ko'p maosh oldi deyapti. Eng ko'p maosh olgan kim? Xo'p, o'quvchilar, bu savol Hop. Hozirgacha savollar yo'q, 11 kilo, 11 da hamma tushundi. Hop, endi qaranglar. Eng ko'p maosh olgan kim? Buni oson usuli ham bor. Keling, umumiy mantiqi bo'yicha ishlaylik. Mantiqi bo'yicha dushanbadan jumagacha har bir ishlagan soat uchun $11 dan olyapti. Shanbadan yakshanbagacha har bir ishlagan soat uchun $22 dan olyapti. Kim eng ko'p maosh oladi? Bularni alohida ko'paytirib qo'shib hisoblash kerak-da, boyagini singari. Nima bo'ladi? Keling, birinchisini bittani hisoblaylik. Birinchi Alisher 352 ga ekran qo'shilib qoldi. Yo'q, ekranimiz yaxshi. Xo'p, 352 ga qo'shamiz. 28 308 ni. Xo'p. Nima bo'ladi shunda?
Bu jami $660 oylik maosh olar ekan. Keyingisi bu 11, bu 22 bo'lsin. Bu 297 ga qo'shamiz. Mana buni ko'paytiramiz. Hop, 32 352. Bu jami hop 649 olyapti. Va hokazo. Sodiqnikini ham hisoblaymiz. 11 396 ga qo'shamiz 22 220. Bu jami bundan to'rini olib beradigan bo'lsak 400 616 bo'lyapti. Keyingisi buni 11 ga, buni 22 ga ko'paytiramiz. Shunda 330 ga qo'shamiz. Hop. 308 638. Demak, Alisher, to'g'ri topsizlar. Alisher. Hop. Bo'ldi, yaxshi. Agar kimdir e'tibor bersa, ekranni yoqmaysizlarda, ekranga tegmaylar, faqat chat bo'yicha ishlaydi. Alisher degan o'quvchilarniki to'g'ri. Barakalla. Ko'pchiliginglar yubordinglar mana. Hop, mana endi men точно bilyapman, kim faol ishtirok etyapti o'quvchilar. Ha, kim Lazizbek zo'r aytdi. Oson usul bor-ku, hozir oson usulni ham ko'rsatib bering. Umumiy mantiq mana shu. Har birini ko'paytiramiz. Lekin bu yerda oson usuli ham bor o'quvchilar. Mana bir o'quvchimiz aytayapti, "Domla oson usuli bor-ku" deyapti. Nimasi oson usul desa? Endi mana bu 2 marta ko'p olgani uchun 2 soat ko'proq ishlagan hisoblanadi. Ya'ni 2 marta. Buni 14 soati odatdagi kunlarni 28 soatiga yuradi. To'g'rimi? Chunki 2 marta ko'p maosh olsa, 1 soat ishlasa, oldingi haftani, ya'ni oddiy kunlarni 2 soatini ishlab qo'yadi. Shuning uchun mana bu odam jami 60 soat uchun pul oladi. Mana bu odam 32 ga mana bu 27 ni qo'shib qo'yamiz, 59 soat uchun pul oladi. Mana bu odam 20 bunga qo'shib qo'yamiz, 56 ga pul oladi. Mana bu odam 28 58 ga pul oladi. Ko'rdinglar-a? Eng ko'pi Alisherligini oson usulda ham topsa bo'laveradi. Barakalla, to'g'ri aytyapsizlar, oson usuli ham bor. Qani endi mana buni o'zingizlar biladigan tanqidiy sizlar xudo xolisa prezident maktabiga topshirasizlar. Hop, prezident maktabida bilsanglar ingliz tiliga yarim ball beradi. Tanqidiy muammoligi 2 balldan beradi. Shunda umumiy ball kelib chiqadi-da. Mana bu ingliz tili uchun 17 ball oldi jami. Tanqidiy muammoli uchun 60 ball oldi. Jami necha ball oldi? 77 ball oldi. Xuddi shunday hisoblanyapti. Bu yerda hozir osonroq bo'lish uchun umumiy ballar berib qo'yganmiz. Keyingilarni o'zingizlar ishlaysizlar. Endi aytayapti. Bekzod va Dilmurod tanqidiy fikrlash va muammoli masalalardan bir xil miqdorda savollarga to'g'ri javob berishdi. Akmalning fanlari bo'yicha jami javoblari eng ko'p bo'lishiga qaramay, Sardordan kamroq ball to'pladi. Sardor nechinchi o'rin? Zo'r misol ekan. Mana shuni bitta sizlar ishlab ko'rsanglar bo'lar ekan. O'quvchilar, mana ball hisoblashni tushundinglar. Ingliz tili yarim balldan, tanqidiy muammoliga 2 ball beriladi prezident maktabida. Endi bu yerda savol beryapti. Behruz va Dilmurod tanqidiy va muammolidan teng ball olishdi, bir xil ball olishdi. Akmalni fanlar bo'yicha to'g'ri javoblari eng ko'p bo'lishiga qaramasdan Sardordan kamroq ball oldi. Sardor nechinchi o'rinda debdi. Xo'p. Mana shunaqa savollarni qana yechamiz. Sardor nechinchi o'rinda? Bitta yechib ko'ringlarchi. Sardor, o'quvchilar yuboryapti, faqat har xil bo'lyapti. Ko'pchilik ikki tomon bo'ldinglar. Nechinchi o'rin? Sardor nechinchi o'rin deyapti. Hop, 3 bilan 2 rosa ko'p kelyapti. Qani hozir ko'ramiz. Hop. O'quvchilar zo'r misollarda nimaga desanglar, haqiqatda men bularni nimadan olganman? Aynan ana shu
nima deydi? Real savollar. Mana shu qaysidir yili tushgan savollar. Xo'p, qani endi ko'ramiz. Behruz va Dilmurod tanqidiy va muammolidan bir xil topishdi. Tanqidiy va muammolidan bir xil topgan o'quvchilar ikkita va bular Behruz va Dilmurod. Endi Behruz va Dilmurod balki o'rni almashib qolar, lekin mana shu ikkalasi Behruz bilan Dilmurodligi aniq. Balki bunday bo'lishi mumkin. Dilmurod birinchi odam, Behruz ikkinchi odam bo'lishi aniq, lekin mana shu ikkalasi band o'zi. Endi Akmalni jami savollarga topgan bali ko'proq, lekin u orqada. Qaranglar, mana bu ikkalasini hisoblasak, mana bu 3-bola 59 ta savolga javob berdi. Ha, mana bu bola qo'shadigan bo'lsak 63 ta savolga javob berdi. Lekin e'tibor beringlar, mana bu bolani bali baribir nima chiqyapti? Yuqori chiqyapti. Nima uchun yuqori chiqyapti desa, sababi bu muammolidan ko'p topgan ekanda, tanqidiy muammolidan. Shuning uchun biz nima deymiz desam, xo'p, Sardor kamroq ball to'pladi deyapti. Sardor kam to'pladi. 63 ta topsa ham kam to'pladi. Demak, eng nimasi kam to'plagan o'quvchi Sardor bo'ladi. Bu 4-o'quvchi bo'lar ekan. Endi savolga e'tibor beramiz. Akmalning fanlar bo'yicha. Uzr o'quvchilar. Akmalning fanlar bo'yicha jami to'g'ri javoblar eng ko'p. Mana bu Akmal ekan. Yaxshi, men o'zim aytdim, ko'pchilik adashmaydi dedim. Akmal ekan. Akmal, e'tibor beringlar. Eng ko'p ball oldi. 63, ya'ni eng ko'p savolga javob berdi 63 ta. Mana ulardan ko'proq. Lekin baribir Sardordan past to'pladi. Demak, Sardor mana bu. Akmal pastdagi. Xo'p, mana shu mantiqdagi misollardan bitta ishlaylik, keyingi mantiqqa o'tamiz. 14-misol. Atay qisqaroq qildim. O'zi 1 dan 10 gacha, 11 dan 20 gacha, 20 dan 21 dan 30 gacha bo'lish kerak edi. Qaranglar, sizlarga yana ham osonlashtirib beraman. Dastlabki 5 ta savolga 2 balldan beriladi. Keyingi 5 ta savolga 3 balldan beriladi. Oxirgi 5 ta savolga 4 balldan beriladi. Savol o'quvchilar. Hamma ishlasin buni, bu hammaga. Qaysi o'quvchi eng yuqori ball oldi? Ismini yozib berasiz. Hop, balki Chinovlilar zo'r qatnashyapti, bitta o'quvchilarimiz. Farruh javob yubordi. Shodiya, qaysi o'quvchi? Ismini yozib beringlar. Xo'p. Yaxshi, Mardon, Dilnoza, Kozimjon, Zebiniso. Barakalla. Mana endi ko'pchilik yubordi. Katta yopib qo'yishimning sababi, haqiqiy ishlaganlar mana bilinyapsizlar, ishlayveringlar. Sababi hali savol javoblardan sizlarni katta olimpiadalarga ham saralab olishimiz kerak. Hozirdan tanib borsak yaxshi. Xo'p. Demak, bu o'zi oddiy savollar. Shuning uchun ko'pchilik buni bilaman deyotgan bo'lish mumkin, lekin ishlayveringlar. Sababi hozir murakkablashib boradi. Azizni ballini hisoblasak, Azizni balli 19 ga 8, 27 ball. Bahromni ballini hisoblasak, xo'p, 6, 18, 18 ga 12, 30 ball. Xo'p, Sobirni ballini hisoblasak, 6, 6, 12, 12 ga 8, 20 ball. Va Dilbarni ballini hisoblasak, mana bunisiga 4 ball olgan, mana bunisiga 12 ball olgan, mana bunisiga 16 ball olgan, jami 32 ball olyapti. Eng ko'p to'plagan Dilbar ekan, o'quvchilar Dilbar. Xo'p, demak buni tushundinglar-a? Mana bu bo'lishga doir misollar. Buni ham
shunchaki aytib ketaylik, zichlik degan narsa bor. Zich. O'zbekistondan eng aholi zich joylashgan viloyat qaysiligini bilasizlar? Zich, aholi zich degani ko'p bo'lishi shart emas. Bir joyda kamroq yashaydi. Samarqand deb yozyapti bir o'quvchimiz, Andijon deb yozyapti. Hop. Viloyat nuqtai nazaridan olsak Andijon. Oho, Navoiy emas, Navoiyda. Qaranglar, Andijon O'zbekistonning butun yer maydoni 1% Andijon. 1%. Lekin insonlarni, aholini, yer maydoni deylik, salkam 10% Andijonda yashaydi-da. Bu degani o'rtacha nimadan 10 barobar zichroq odam mana shu Andijonda yashaydi. Andijonda yer maydoni juda kam, zich. Zichlik deb 1 metr kvadrat yoki 1 kilometr kvadratga qancha odam yashashiga zichlik deyiladi yoki uzunlikka, bir birlikka. Misol uchun e'tibor beringlar o'quvchilar. 4 kilometr uzunligida 840 ta aholi yashasa, bu ko'chani zichligi qancha desa 1 kilometrda qancha odam yashaydi deb olasizlar. 840 ni 4 ga bo'lib berasizlarda, demak 1 kilometrda 210 ta odam yashaydi deymiz. Mana shu narsa uni zichligi bo'ladi. Endi ikkinchi ko'chada 6 kilometrda 1230 ta odam yashasa, nechta odam yashaydi? 1 kilometrda. 1230 ni endi 6 ga bo'lib yuboramiz o'quvchilar. Demak 205 ta odam yashaydi. Xuddi shunday 3-ko'chada 180 ta odam yashaydi. 4-ko'chada 215 ta odam yashaydi. Savol quyidagicha. Qaysi ko'cha eng zich? Eng zich degani shu qisqa joyda ko'p odam yashashi. Mana bu yerda 215 ta odam yashayapti. 4-ko'cha eng zich bo'lar ekan. 4-ko'cha eng zich ekan. Xo'p, mana shu yergacha mayda hisoblashlarga doir misollarida o'quvchilar endi biror narsani teng sodir bo'lishiga doir muammoli masalalarda savollar beriladi. Teng sodir bo'lish degani misol uchun siz rejalashtirish orqali maqsadlaringizga erishishingiz mumkin-da. Rejalashtirmasangiz ovora bo'lasiz. Tasavvur qiling, siz fil, sher, ayiq, jirafa hammasini borib ko'rmoqchisiz. Endi mana bu jadval bor ekan, qachon ochiq, qachon yopiq bo'lishi o'zi shunda internetga kirsanglar yoki bo'lmasa oxiriga tushunmadim. Qaysiga tushunmadinglar? Qaranglar. Lansizbek, oxiriga tushunmaganingiz nomerni ayting misolda. 15 ga tushunmayapsiz. 15 zichlikka tushunmagan o'quvchimiz bor ekan. Xo'p, o'quvchilar, zichlik deganda 4 kilometrda 840 ta odam yashasa deysizlar. 1 kilometr joyda qancha odam yashaydi deb savol beramiz. Endi 4 kilometrda 840 bo'lsa, 1 kilometrdagi odam nechta yashashini topish uchun buni 4 ga bo'lamiz, 210 ta odam yashaydi. Birinchi ko'chani zichligi 210 bo'lar ekan. Nazbek, tushunyapsizmi? Endi ikkinchi ko'chani ham xuddi shunday zichligini topamiz. 6 kilometrda 1230 ta odam yashasa deymiz. 1 kilometrda 1230 ni bo'lib berasiz 6 ga. Mana shu qorada yozganim yaxshiroq shekilli. Shunda 205 chiqadi. Demak, ikkinchisiniki 200. Xuddi shu usulni qilyapmiz. 90 ni 5 ga bo'lyapmiz, 900 ni. 430 ni 2 ga bo'ldik. Mana zichliklari chiqdi. Eng katta zichlik 4-ko'cha bo'ldi. 215 ta odam yashar ekan. Lazbek, tushundingizmi? Xo'p. Endi mana bu yerga o'tamiz. Biror narsani sodir bo'lish, keyingi tipdagi misollar. Aytaylik, siz to'rala hayvonni ham ko'rmoqchisiz, qaysi vaqtda borsangiz yaxshi emas. Ya'ni yaxshi vaqt emas degani to'rala hayvonni ham ko'ra olmaysiz degan. Xo'p, birinchi o'quvchilardan sinchkov bo'lish talab qilinadi.
Barakalla, mana o'quvchimiz ham tushunib oldi. Sinchkov bo'lish deganda e'tibor bersanglar, mana bu 9:00 bu yoqda uning boshlanish vaqti ko'rsatilgan. Demak, yana 3 ta vaqt bor bu yerda. 9 dan keyin 10:00 bor. Keyin 11 bor. 12 dan keyin 13:00, keyin 14, keyin 15, keyin 16, keyin 17:00 bor. 1 soatdan ko'rish imkoniyati bor ekan. Endi 2 soatga boramiz, lekin uchalasini ham ko'rishimiz kerak. 10:00 da borsak, shu ishni qila olamizmi desa, ha, qila olamiz. 10:00 da borsak, filni ko'ra olamiz. Ayiqni ko'ra olamiz. Va biz 2 soatga boryapmiz u. 11:00. Bu yoqda ham vaqtimiz bor. Sherni ham ko'ra olamiz. Jirafani ham ko'ra olamiz. Ya'ni ochiqlarda ko'ra olamiz. Mana ochiq joylarda. 11:00 borsak ham ko'ra olamizmi? Agar 11 da borsak, ikkitasini ko'ra olamiz va ko'ra olmaydigan ikkitamiz. Ha, o'zi mana bu 11 da ayoni ham ko'rgan bo'lishimiz kerak ekan, keyin filni ham ko'ra olamiz. Ana, hammasini ko'ra olamiz ekan. Lekin o'quvchilar 15:00 da borsak 2 soatga boramiz. 15:00 16:00 orasida boramiz. Biz qaysi hayvonni ko'ra olmaymiz? Qaysi hayvonni ko'ra olmaymiz? Barakalla, Sarvarbek yozyapti. Filni ko'ra olmaymiz, ustoz deyapti. To'g'ri. Filni ko'ra olmaymiz. Nimaga desa, biz agar 15:00 ga borib 2 soat ash hayvonot bog'ida bo'lsak, shu 2 soat ichida fil yopiq bo'ladi. Qolgan vaqtlarda hammasini ko'ra olamiz. Mana sherni ham, ayiqni ham, jirafani ham ko'ra olamiz. Tushundinglarmi shunaqa misollarni? Mantig'ini tushunsanglar, sizlar bemalol ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, endi 14:00 dachi? Keling, mana shu 14:00 da ham bitta qilib qo'yaylik. 14:00 da hammasini ko'ra olamiz. Nimaga desanglar, qaranglar. Agar biz 14:00 da borsak, mana shu oralig'ida shunda boramizda filni ko'rib olamiz. Ana shu soatda jirafani ham ko'ramiz. Sher bilan ayini yana 1 soatimiz bor-ku, biz 2 soatga boryapmiz. Mana bu vaqtda ko'raveramiz. Demak, 14:00 da ko'ra olamiz. Javob 15:00 da borish noqulay vaziyat. Chunki bu vaqtda borsak, 2 soat ichida filni ko'ra olmaymiz. Xuddi shunga o'xshagan savol endi sizlar ishlaysizlar. Bunda teskarisi. O'qituvchilar 3 ta o'qituvchi ko'rishmoqchi ekan. Asror, Botir va Sobir. Bu yoqdan ham belgilab olasizlar. Asror, Botir, Sobir ko'rishmoqchi. Faqat dars vaqtida ko'rish bo'lmaydi ekan. Xo'p, tanaffus, mana buni dars deymiz. Dars. Mana bu o'qlarda dars o'tayotgan bo'ladi. Bu vaqtlarda ko'risha olmaymiz. Savol. Soat nechida, nechi oralig'ida shu uchala o'qituvchi ham ko'risha oladi? Qani shuni yozinglar-chi, 17-savol. Soat nechida uchala o'qituvchi bir-biri bilan ko'risha oladi? Yo'q, e'tiborli bo'linglar o'quvchilar. Adashib yozyapsizlar. Men boya aytdim-ku, sinchkov bo'lasizlar-da. 12:00 emas. Chunki 1 soatga bitta katay to'g'ri kelyapti. Shunisiga e'tibor bersanglar, bu yo'q oson. Ha, barakalla. Ko'pchiliklar to'g'ri yuboryapsizlar. Nominglarni aytay desam, ko'p yozyapman. Mana bir vaqtda o'zi 30-40 ta kelyapti. Hop, tushunmaganlarga tushuntiraman. Barakalla. Ko'pchilik tushundi, endi tushunmaganlarga tushuntiramiz. O'quvchilar e'tibor beringlar. 3 ta o'qituvchi tanaffusda ko'rishmoqchi. Mana bu 8 bilan 12 4 soat oralig'i. Shuni bilib olishimiz kerakki, demak mana bu 9 da, mana bu yer 10, mana bu yer 11. Bu yer 13, bu yer 14, bu yer 15. Xo'p, soat 8 da bu uchalasi ko'risha oladimi desa, yo'q. Faqat Botirda vaqti bor, tanaffusi bor. Lekin Asror bilan Sobir darsda ko'risha olmaymiz-da. Endi soat 9 da ko'risha oladimi desa, o'quvchilar, 9 da Asror bilan Sobir ko'risha oladi. Lekin biz uchalasi ham ko'rishimiz kerak-ku, Botir darsda bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi?
soat 10da Asror bilan Botir ko'risha oladi, lekin Sobir darsi bo'lib qoladi. Bizda shunaqangi joy bo'lsin, shunaqangi vaqt bo'lsin, Asror ham, Botir ham, Sobir ham tanaffusda bo'lsin, keyin ko'rishib olsin. Shunaqa vaqt 14:00 bo'ladi mana. 14:00 bo'ladi o'quvchilar. Mana shu vaqtda Asror ham, Botir ham, Sobir ham tanaffusda bo'ladi. Tushundinglarmi? 14:00. Yaxshi. Ko'pchilik menimcha tushunib bo'ldi. Chunki hozir mana shu yerda 100 tacha kelib qoldi shekilli. Ha, Mubina ham tushundi, barakalla. Men savol bergan o'quvchilarni juda yaxshi ko'raman. Mubina savol berdi-da, ustoz dedi, tushunmadim dedi. Hozir mana tushundim deyapti. Barakalla. Xo'p. Gavjum vaqt. Bizni vaqtimiz ham chegaralanganda, bularni hozir tez-tez ko'rib ketamiz. Qiyinroqlarini ko'rishimiz kerak. Gavjum vaqtga ko'pchilikni qo'yadi deyapti. Shu vaqtda qaysi odam bo'lmaydi deyapti. Kim bo'lmaydi degan. O'z buni sizlar ishlashinglar kerak edi, lekin darsimiz birinchi men o'zim ishlab beraman. Gavjum vaqtda ko'pchilikni qo'ysa, demak 3 tasini qo'ygan vaqtlarni tekshiramiz. 8 bo'lsa, mana bu yer 9, mana bu yer 10, bu yer 11 bo'ladi. Mana shu 10 va 11 oralig'ini biz gavjum vaqt deb hisoblashimiz mumkin. Nimaga desa, shu vaqtda 3 kishi ishlayapti-da. Leon ishlayapti, Bill ishlayapti, Pavel ishlayapti. Xo'p, endi mana shu gavjum vaqtda kim yo'q bo'ladi do'konda degan savol bersa, sizlar aytasizlar, Nino bo'lmaydi deysizlar. Demak, bunaqa misollarni ham tushundinglarmi? Xo'p, buni ham qiyinlari bor. Keyin testlarda bitta ikkitasini ham beramiz. Keyingi test savollar. Endi teskari munosabat. Nimani boshida o'quvchilar, darsimizni boshida bir marta men yaxshi o'qimadim-da, adashib ketib qoldim. Ko'pchilik adashib ketadigan holatlari bor, e'tibor beramizda. Vaqt berilsa, vaqt hamma teng boshladida, qanchadir kelish vaqti berilyapti. Vaqt ko'p vaqt sarflagan o'quvchi oxiri yetib keladi-da. Mana shuni bilish kerak. Kim ikkinchi bo'lib yetib keldi deyapti. Shart ikkinchi bo'lib yetib kelgan mana 15 desak adashamiz-da. Nima bo'ladi? Birinchi bo'lib kim yetib keldi? Vaqt bo'yicha berilgan savollarda teskari munosabat bo'ladi. Teskari munosabat degani ko'proq vaqt sarflagan eng oxiri keladi, kamroq vaqt sarflaganlar tezroq kelib birinchi kelgan bo'ladi. Birinchi Umrzo yetib kelgan bo'ladi. Ikkinchi o'rinda Abu Ismoil yetib kelgan bo'ladi. Uchinchi o'rinda Abu Bakr va oxirgi o'rinda Ikrom yetib kelgan bo'ladi. Bizdan ikkinchi o'rinda kim yetib keldi desa, sizlar Ismoil deb javob berasizlar. Tushundinglarmi? Xo'p, yana mana shunga o'xshagan savollarda qaranglar. Mana bu ham shunaqa. O'rni bo'yicha ball berar ekan. Viktorinada birinchi o'rinda olsa mana. Birinchi o'rinda olsa 5 ball berilar ekan. Ikkinchi o'rinda olsa 4 ball berilar ekan. Uchinchi o'rinda olsa 3 ball berilar ekan. To'rtinchi o'rinda olsa 2 ball. Beshinchi o'rinda olsa 1 ball berilar ekan. Endi savol quyidagicha berilyapti. Oxirgi o'rinni kim egallaydi umumiy ball bo'yicha deyapti. O'quvchilar, mana bu ballarga aldanib qolmasligimiz kerak. Mana shunday qo'shib yubormasligimiz kerak. Bu yerda teskari munosabat bor. Bu yerda o'rinlar yozilibdi. Endi biz buni ballga o'tkazishimiz kerak. Domla shu o'rinlarda eng kami qilib qo'ysak-chi deydi. Ba'zan xato bo'lib qoladi. Shuning uchun ba'zi misollarda tez-tez yozib chiqishimiz kerak. O'zi mana bu oxirgi o'rinda olgan, ko'p olganlarni hisoblamasak ham mana bunaqalar, lekin boshqalarni hisoblab chiqishimiz kerak. Ali bir marta birinchi o'rinda olibdi-da. Birinchi o'rinda olgan bo'lsa necha ball oladi? 5 ball oladi.
To'rtinchi o'rin bo'lsa nechi ball oladi? 2 ball. Ikkinchi o'rin 4 ball, uchinchi o'rin 3 ball, to'rtinchi o'rin 2 ball oladi. Qosimni ballarini hisoblaymiz. 5-chi o'ringa 1 ball olinadi. 3-chi o'ringa 3 ball, 1 ball. Ikkinchi o'ringa 4 ball beriladi, birinchi o'ringa 5 ball beriladi. Rasulni ballarini hisoblaymiz. 3-chi o'ringa 3, bu yoqni tushundinglar o'quvchilar. Ikkinchi o'ringa 4, to'rtinchi o'ringa 2 ball. Men bunga ball olmaydi, sababi x desa, yaxshi javob bera olmasa umuman o'rin olmaydi ekan. 3-chi o'rin 3 ball. 3 ball, ikkinchi o'rin 4 ball, 5 ball, 5 ball, 0 ball. To'rtinchi o'ringa 2 ball, 5-chi o'rin 1 ball, 5 ball, 2 ball, 4 ball. Ana endi o'quvchilar savolga javob bersak bo'ladi. Kim oxirgi o'rinda egallagan? Ballarni hisoblab javob beramiz. Mana teskari munosabat shu. Sizga o'rinni beryapti, ball bo'yicha savol so'rayapti. Mana shunda adashib ketmasligimiz kerak. Xo'p, birinchi Alining ballini hisoblaymiz. Xo'p. 8, 11, 16 ball. Qosimni ballini hisoblaymiz. 5, 14 ball. Rasulni ballini hisoblaymiz. Xo'p. 7, 12 ball. Suhrobni ballini hisoblaymiz. 17 ball. Endi Tohirni ballini hisoblaymiz. 14 ball. Savol: kim oxirgi o'rinni oldi? Eng kam ball olgan o'quvchi oxirgi o'rinni oladi odatda. Shuning uchun bu yerda Rasul oxirgi o'rin deb topamiz. Javob Rasul bo'ladi o'quvchilar. Bu teskari munosabat. Xo'p, teskari munosabatda o'zimiz ishlaylik. Yaxshi, agar vaqtimiz charchab qolmasanglar, o'zingizlar ishlasanglar menga ham yaxshi. O'zingizlar ishlasanglar yaxshi. Faqat vaqtga ham e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, endi ba'zi nimalarni, misollarni tushunib olaylikki, keyin sizlar ishlaysizlar. Qaranglar o'quvchilar. Endi jadvallarda murakkab jadvallar beriladi. Murakkab jadvallar nima degan? Qaranglar. 100 ta o'yinchini 100 ta o'yinning hisoblari keltirilgan. Yozuvlar sarlavhalarda ko'rsatilgan jamoalar urgan gollar bo'yicha o'yinlar sonini ko'rsatadi. Masalan, umuman gol urmagan o'yinlar soni 12 ta. Mezbonlar 2 ta gol urgan va mehmonlar 1 ta gol urgan 10 ta o'yin bor. Savol: nechta o'yinda aniq 3 ta gol urilgan deyapti. Mana zo'r misol ekan. Xo'p, mana shunaqa jadvallarni bugun ozgina tushunib olamiz, keyingisini sizlar ishlaysizlar. E'tibor beringlar o'quvchilar. Mezbon deb, misol uchun O'zbekiston Saudiyaga bordida o'yin bo'ldi. Biz agar Saudiyani joyida bo'lsak, ular mezbon. Ya'ni ana shu joyda odami qaysi davlatda bo'lsa, tashla mezbon bo'ladi. Endi mehmonchi desa, ana shu yoqqa borgan odamni mehmon deymiz. Xo'p. Bizga biror narsani tushunish quyidagicha bo'ladi. Bitta o'yinda e'tibor beringlar, mana uni tushunib olamiz. Mezbon jamoa bitta gol uribdi mana tepadagi. Mehmon jamoa 4 tadan ham ko'p gol uribdi. Bitta o'yin shunaqa bo'ldi. Endi 10 ta o'yinda boya aytayapti. Mezbonlar 2 ta gol uribdi. Mehmonlar bitta gol uribdi. Savol quyidagicha: nechta o'yinda 3 ta gol urilgan deyapti. Nechta o'yinda 3 ta gol urilgan degan savol berilyapti. Xo'p, 3 ta gol urilishi variantlarini ko'rib chiqamiz. Hisob misol uchun 0-3 bo'lishi mumkin. Mehmonlar 3 ta gol urgan o'yinlar bormi desa bor. E'tibor beringlar. Mana bu 5 ta o'yin. Ko'ryapsizlar? Mana shu 5 ta o'yinda mezbonlar birorta gol ura olmadi. Xo'p, ekranimiz ko'rinyaptimi? Ekranimiz ko'rinyapti. 5 ta o'yinda mezbonlar gol ura olmadi, mehmonlar 3 ta gol urdi. Ana.
yoki hisob o'quvchilar 3 ta gol bo'lishi uchun 1 2 bo'lishi ham mumkin. Mezbonlar bitta gol urgan, mehmonlar 2 ta gol urgan. 7 ta o'yin bor. 7 ta o'yinda ham 3 ta gol urilgan. Jami 3 ta gol bo'ladi. Chunki 2 ga 1 ni qo'shsangiz 3 bo'ladi. U o'yinda misol uchun O'zbekiston 2 ta gol urgan, Saudiya bitta gol urgan. Jami 3 ta gol urilgan. 7 ta. Xuddi shunaqa o'yinlar 2-1 hisobda ham 3 ta gol urilgan bo'ladi. Bu mana bu 10. Bu 10 ta o'yinda mezbonlar 2 ta, mehmonlar 10 ta gol urgan. Va 3-0 bo'lgan o'yinlar ham shunga kiradi. Mana shu qatorni qo'shib qo'yishimiz kerak. Endi shunda jami nechta o'yinda 3 ta gol urilgan desa 5 plus 7 plus 10 plus 4. 14, 14 ga 12, 26 ta o'yinda shunaqa bo'lgan ekan. Mana shu jadvalni tushundinglarmi? Hop, tushunmayotganlar ham hozir tushuntiramiz. Azizaxon bor. Tushunganlar ham, tushunmaganlar ham yozinglar. Necha kishi tushunmadi? Ha? Barakalla. Hop. Ko'pchilik tushungan, tushunmaganlar ham bor ekan ichimizda. Hop, yaxshi. Tushunmagan o'quvchilarga jadvalni tushuntiramiz. Bunday qilib tushuntiramiz. Bugungi mavzu jadvalni tushunishda reading timetables. Agar jadvalni tushunmasanglar, o'zi sizlar aqlli o'quvchisizlar, hisob kitob, qo'shayirish, ko'paytirish bo'lishlar bilasizlar, faqat tushunish kerak. Uning uchun mana shunaqa har xil tipdagi ko'ryapsizlar, hozir bir 8-10 ga yaqin tipni ko'rsatdim sizlarga. Mana bu tiplar murakkabroq tiplar hisoblanadi. Bu yerda e'tibor beramiz. Mehmon jamoa bilan mezbon jamoani o'yinlaridagi gollar soni bo'yicha o'yinlar 100 ta o'yin nima qilib chiqilgan. Xo'p. Aytaylik, men sizlarga 2 ta o'yinni ko'rsatib beraman yoki 3 ta o'yinni ko'rsatib beray. Bitta A o'yinda 1-2 bo'ldi. B o'yinda aytaylik 2-1 bo'ldi. S o'yinda hop nechi bo'lsin? 0-0 bo'lsin. D o'yinda 3-1 bo'lsin misol uchun. Y o'yinda 0-2 bo'lsin. Shunaqa 100 ta o'yin bor ekanda, 100 ta o'yin bor ekan o'quvchilar. Endi 100 ta o'yinda mana bu yerga joylab tarqatib chiqishibdi. Haqiqatda qo'shsanglar 100 ta chiqish kerak. Qani kelinglar bitta qo'shib qo'yamiz. Yaxshiroq tushunib olishimiz kerak-ku. Xo'p, 16, 28 mana buni qo'shaylikchi nechi bo'lar ekan? Xo'p, 10, 26 mana bu yerda 28, mana bu yerda 10, mana bu yerda 8. Xo'p, qo'shamiz 26, 54, hop 82, 92, 100. Ana 100 ta. To'g'ri chiqdimi? 100 ta o'yin bor mana shu yerda. 100 ta o'yinni taqsimlab chiqibdi. Qanaqa qilib taqsimlabdi desa, o'quvchilar qaranglar. Mana bu A o'yin, mana shunaqa 100 ta ketganda A ni debdi 1-2 bo'lgan ekan. Mezbonlar bitta gol uribdi. Mehmonlar 2 ta gol uribdi. Mana bu yerda A o'yinni qo'yibdi. Mana shunaqa A ga o'xshagan o'yinlar 7 ta bo'libdi. Nechtadir o'yin 7 ta bo'libdi. Endi B ni ham joylab shunaqa qilib, B da mezbonlar 2 ta gol uribdi. Mehmonlar bitta gol uribdi. Mana. B o'yinni mana bu yerga joylabdi. Endi S o'yin 0-0. Ikkalasi ham gol urmabdi. 0 ta 0 ta. 0 bilan 0 ni to'g'risida S o'yin. Mana S ga o'xshagan o'yinlar 12 ta o'yin bo'libdi. Ya'ni birortasi gol urmabdi. Mezbon ham gol urmabdi, mehmon ham gol urmabdi. 12 ta o'yin shunaqa bo'libdi. Endi 3-1 hisobdagi T'ni qayerga joylaymiz desa, mezbonlar 3 ta gol uribdi, mehmonlar bitta gol uribdi. Mana bu yerga D joylanadi. Ana 3 ta gol, bitta gol.
0 2 mezbonlar gol ura olmabdi, lekin mehmonlar uribdi. Bu mana bu yerga joylanadi. Shunaqalardan 5 ta ekan. Joylanishni tushundinglarmi, o'quvchilar? Aha. Endi tushundinglar, a? Endi bizga savol berdi boya. Nechta o'yinda debdi, nechta o'yinda 3 ta gol urilgan degan savol berdi. Aniq 3 ta gol urilgan. 3 ta gol urilgan o'yinlar. E'tibor beramiz. Mana 12 ta o'yinda 0 ta gol urilgan. Buni olmaymiz. Mana bularda bitta gol urilgan, mana bu o'yinlarda 8 ta gol urilgan, mana bu o'yinda 3 ta gol urilgan. Qaydan bildim 3 ta gol urilganini desa, mezbonlar 3 ta urgan, mehmonlar 0 ta urgan. Jami 3 ta gol urilgan. Xuddi shunday mana bu o'yinda ham 3 ta gol urilgan. Tepada 2, bu yoqda 1. Mana bunda ham 3 ta gol urilgan. Ana endi jami 3 ta gol urilgan o'yinlar nechta desa qo'shib chiqdik, 26 ta bo'ldi. Tushundinglarmi? Xo'p. Endi men sizlarga bitta savol beraman. Qani tushungan bo'lsanglar, shu savolimga javob berasizlar. Savol quyidagicha. Nechta o'yinda faqat 2 ta gol urilgan? Faqat 2 ta gol urilgan o'yinlar soni nechta? Qani shuni topinglarchi, faqat 2 ta gol urilgan o'yinlar soni nechta? Hop, yaxshi. Lekin ko'pchiliklar hamma yo'lni hisobga olmayapsizlar. Azimonda xato bo'ldi. Faqat 2 ta gol urilgan o'yinlar soni. Zebiniso Komilalar to'g'ri yubordinglar. Parizoda xato bo'lib qoldi. Ha, ana endi to'g'ri javob. Shoshmanglar, ana endi rosa to'g'ri javoblar kelyapti. Faqat 2 ta gol urilgan o'yinlar soni nechta? Hop, tushunmaganlar e'tibor berib turasizlar. Hozir yana tushuntiramiz. Hop. Rayhonada to'g'ri bo'ldi. Dilovarda to'g'ri bo'ldi. O'quvchilar, 2 ta gol urilishi uchun jami 2 ta. Misol uchun birinchi variant bo'lishi mumkin. Mana bu 5 ta o'yin. Mezbonlar gol urmagan mana. Mezbonlarniki bu yerda turadi-da. Lekin mehmonlar 2 ta urgan. Shu 5 ta o'yinda jami 2 ta gol urilgan. To'g'rimi, noto'g'rimi? Shu yerdan maydalab tushunaylik. Mana shu 5 ta o'yinda 2 ta gol urilgan desam, tushundinglarmi, tushunmadinglarmi? Yozinglar o'quvchilar. Men tushunmadim deyotganda ayniqsa yozib turinglar. 5 ta o'yinda 2 ta gol urilgan. To'g'rimi? Mana bu belgilaganimda. Hop, endi qaranglar. Keyingisi, mana bu 7 ta o'yinda ham 2 ta gol urilgan. Nimaga desanglar, hisob 1-1 bo'lganda, u yog'i tepasi mezbonlarda goli, bu to'g'risi mehmonlar 2-2 bo'ldi. 1-1 bo'ldi. 1-1da ham 2 ta gol urilgan hisoblanadi. Chunki jami gollar 2 ta bo'lishi kerak-da. Xuddi shunday, mana bu 8 ta o'yinda ham 2 ta gol urilgan. Nimaga 2 ta gol urilgan desa, chunki bunda mehmonlar gol ura olmagan, lekin mezbonlar 2 ta urgan. Shuning uchun jami 8 ta gol urilgan. Endi mana shu 2 ta gol urilgan o'yinlar nechta bo'ldi desa, qo'shib qo'yamiz. 5 plus 7 plus 8 qilamiz. 12, 20 ta o'yinda deymiz. 2 ta gol urilgan ekan. Hop, to'g'ri. Azizoxonniki ham to'g'ri bo'ldi. Muzaffarlikda ham, Azulloda ham to'g'rilar ko'p. Hammasini o'qimayapman, o'quvchilar. Hop, barakalla tushunganlar. Endi mana shunga o'xshagan keyingi misolni ishlab ko'ramiz. Bizda darsimiz 2 soatdan ko'p bo'lsa, sizlarda mana boshqa darslar qolib ketib qoladi. Shuning uchun 1,5 soat bilan 2 soat orasida qilamiz. Hozir 1 soat 40 minut bo'libdi. Xo'p, bu kattaroq jadval ekan. Mana shunga o'xshagan jadval ekan o'quvchilar. Sal kichaytirib oldim. Ko'rinyaptimi sizlarga? Xo'p, matematika bo'yicha loyiha doirasida 30 ta o'quvchi 30 ta o'quvchini mana shu hozirgidek sochib yuboribmiz. Ba'zi o'quvchilarda akasi ham, opasi ham yo'q ekan mana. Aka-ukalari ham 0 ta ekan, opa-singillari ham 0 ta ekan. Bu degani mana bu Sara oilada yolg'iz farzand ekanda.
Nechta akang bor desa yo'q debdi. Nechta ukang bor? Yo'q debdi. Nechta opang bor? Yo'q. Nechta singling bor? Yo'q. Sarani mana shu yerga joyladi. Endi qaranglar, mana bu yerdagi Kate ismli o'quvchida aka ukasi yo'q ekan-u, lekin bitta opasi bor ekan. Tushunyapsizlar? Xo'p, endi mana bu yerdagi Fotimada bitta akasi bor ekan. Mana bitta opasi bor ekan va hokazo. Endi mana bu yerdagi nima ismi bir narsa ham ekan, Fobe ekan. Fobeda 3 ta opa singlisi, bitta akasi bor ekan. Endi o'quvchilar, farzand oilada mana bu 0 turganda Saralarda oilasida nechta farzand bor desam 0 ta demaysizlar. Chunki Sarani o'zi farzand-ku. Ha, bitta farzand bor deymiz. Endi Kate'ni oilasida nechta farzand bor desam o'quvchilar, sizlar Kate'ni bitta opasi bor, o'zi bilan birga ikkita farzand bor deysizlar. Tushunyapsizlarmi? Endi savol quyidagicha: nechta oilada 3 ta yoki undan ko'p farzand bor? Nechta oilada 3 ta yoki undan ko'p farzand bor? Demak, shartini tushuntirdim. Mana uni sal kattalashtirib beray. Sizlarga ko'rinadigan bo'ladi. Nechta oilada 3 ta yoki undan ko'p farzand bor? Bizga ismlar muhim emas, sonlar muhim. Tushunarli bo'lish uchun ism yozilgan. Men bu yerga 4 yozib qo'yaman. Mana bu yerga 1 2 3 4 5 6 7 yozib qo'yaman. Bu yerga 2 yozaman, bu yerga 1 yozaman, bu yerga 1, bu yerga 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 ta o'quvchi yozaman. Bu yerga 1 yozaman, bu yerga 2 yozaman, bu yerga 1 yozaman. Savol quyidagicha: nechta oilada 3 yoki undan ko'proq farzand bor? Yo'q, faqat 3 ta demayapti o'quvchilar. 3 yoki undan ko'p deyapti. Undan ko'pini ham olamiz. Yaxshi, ko'pchilik tushunibdi, barakalla. Sal bu yoqlarni ham yoki ko'pini qo'shib yuborishimiz kerak. Xo'p. 10 bitta. Qani men o'zim ham ko'raychi. 1 6 11. Xo'p, yaxshi. Shuni bitta to'g'ri. Shunbek to'g'ri javobni topyapti-da. Yaxshi boryapti, barakalla. Sumayyada to'g'ri bo'ldi, Kozimbergda to'g'ri, Azizulloda to'g'ri, Aysirdan to'g'ri, rosa ko'pchilik bo'ldi. Endi to'g'ri javoblar ko'paydi. Ana endi kamida degan tushunchani ham ozgina sizlarga o'z tushuntirsam bo'lar ekan. Shu bilan keyin tugatsak ham bo'ladi. Xo'p, o'quvchilar e'tibor beringlar. Nechta oilada 3 ta o'quvchi bor desam topyapsizlar. 3 ta o'quvchisi bor oilalar nechtaligini topyapsizlar-da. Malades. Misol uchun e'tibor beringlar. Agar oilada mana bu 4 ta o'quvchini oilasida faqat bittadan farzand bor. Nimaga desa, chunki ularni opasi ham yo'q, singlisi ham yo'q, aka ukasi ham yo'q-da. Endi mana 8 ta o'quvchini oilasidagi farzandlar soni, bularda bitta opa singlisi bor, opasi bor. Shu bilan birgalikda 2 ta bo'ladi. Mana bu Arunani oilasida nechta farzand bor desa, Arunani 2 ta opasi bor-u. Shu bilan birga 3 ta farzand bor. To'g'rimi? Demak, biz ishni Arunadan boshlashimiz kerak. Arunani oilasida 3 ta farzand bor. Endi mana bu 7 ta o'quvchini oilasida nechta farzand bor desa, bularda bitta akasi bor xolos. O'zi bilan birgalikda bularda oilasida 2 ta farzand bor. Mana bu 3 ta o'quvchini oilasida bu o'quvchilarda o'zi bor, bitta aka bor, bitta singlisi bor. Aka, singil o'zi. Bularda jami 3. Mana shu diagonal bo'yicha ketaveradi o'zi. Sekin misollardan ishlasanglar his qilib qolasizlar. Mana 3 mi? Mana u ham 3 bo'ladi. Nimaga 3 ta farzand bo'ladi desanglar? Chunki bularni mana Lerev bilan Gemmani 2 ta akasi bor. O'zi bilan oilasida 3 ta farzand bor. Mana bu Paulda 2 ta akasi, bitta
opa singlisi bor. Nechta farzand bo'ladi? 2, 1, mana jami ikkita aka, bitta opa, o'zi jami 4ta farzand bo'ladi. Xo'p, bunaqa oilalar 4ta farzandi borlar mana shu. Xuddi shunday, mana bunda ham 4ta farzand bo'ladi. Mana bunda nechta farzand bo'ladi? 3, 1, o'zi 5ta farzand bo'ladi. Mana bunda ham 5ta farzand bo'ladi. Savol, domla nimaga 5ta farzand bo'ldi bunda desanglar, kolumnda qaranglar. Buni 3ta akasi borda. Akasi birinchi katta akasi bor, ikkinchi akasi bor, uchinchi akasi bor. Keyin uzr, bunda 4ta ekan. Endi opasi bormi deb savol so'raymiz. Opasi bormi? Opasi yo'q ekan. Demak, o'zi bilan birga 4ta farzandi bor ekan. Xo'p, mana shuni tushunib olsak, bu yerga oddiy o'quvchilar. Endi nechta oilada 3ta yoki undan ko'p farzand bor? Mana ikkita o'quvchi, ikkita oila, 3ta, bitta. Jam bunaqasiga qo'shsanglar 6ta. Endi bularda 3tadan bor. Bizda 3ta yoki undan ortiq deganligi uchun 4talarni ham 5tani ham hisoblaymiz. 4taliklar 1, 1, 2, 4ta va mana u 1 bilan birga jami 5ta. Bunda ekranimizmi? Xo'p, o'quvchilar, ekran masalasi. Ekranimizga qarab turamiz. Xo'p, endi 4ta farzandi borlar 3ta. 4ta ekan. Undan tashqari mana u 5ta farzand bor bitta oila bilan jami 11ta oila bo'ladi. 11ta. 11ta deganlar to'g'ri javob yubordinglar. Endi mana shuni ozgina nima qilib qo'yaylik-da, yana misollarimiz bor-ku. Vaqtimiz ham bo'lib qolyapti o'quvchilar. Xo'p, 2022-yilda mana bunaqa savol esimga tushib ketdi. O'quvchilarda nima qilgan edi? 3ta o'quvchi 6 soat dars qiladi. 4ta o'quvchi 7 soat dars qiladi. 5tami 2ta o'quvchi 9 soat dars qiladi. Yana aytaylik 5ta o'quvchi, mana bu sal pastroqqa chizaylik, 5 soat dars qiladi. Mana shunaqa variant kelganda 6ta o'quvchi, buni 2ta deylik. Xo'p, ekranimizga tekkan o'quvchilarni chiqarib tashlaymiz. Behruzbekni chiqarib olamiz. Oxirida bunaqa qilmay turishimiz kerak. Xo'p, o'quvchilar, mana bunaqa oddiy savol kelgan. Nechta o'quvchi kamida 6 soat dars qiladi? Qani sizlar bitta javob yuborib ko'ringlarchi. Nechta o'quvchi kamida 6 soat dars qiladi? Mana buni 4 soat dars qiladiganlar deylik. Men o'quvchilar sonini men bu yerda yozib qo'yapman. Mana shu yerda yozaylik o'quvchilar sonini. Hop, mana bu 2ta deylik yoki 2ta. Nechta o'quvchi kamida 6 soat dars qiladi? Hop, malades. 80-90% da bilyapsizlar, yaxshi. Lekin adashadiganlar ham ko'pda. Shu adashadiganlarga bir aytib qo'yamiz, eslatib qo'yamiz. Hop, barakallah. Yaxshi. Demak, o'quvchilar 9 soat dars qiladiganlar 6 soat, kamida 6 soat deganda 6 soat ham kiradi, 7 soat ham kiradi, 9 soat ham kiradi. Hammasi kiradi. Chunki kamida 6 soat degani 6 dan kam bo'lmasa bo'ldi. 6 bo'lsa ham bo'laveradi. Mana 3 ta o'quvchi kiradi. Keyin mana bu 2 ta o'quvchi kiradi. Shunda jami mana shu yer hammasini hisoblashimiz kerak. Kamida 6 soat degani 6 va undan ko'p soatlarni hisoblashinglar kerak edi. 9 soat to'g'ri variant bo'lar edi. Javob 9 soat edi. Bo'lmasa bitta mana bunaqa
hali murakkab jadvallarga doir bitta misolda ko'rib qo'ysak, keyin bugungi darsimizni tugatamiz. Menimcha kenguruda tushgan savol ko'pchilik ishlagan bo'lishi kerak. Ishlamagan o'quvchilarga bitta ko'rsatib beramiz. O'quvchilar qaranglar. Mana bu harflar bilan oltin, mis, temir, ko'rg'oshin, nikel, kumush, qalay, ruhlar aks ettirilgan va ular orasidagi masofa jadvallarda aks ettirilgan. Nimaga bunaqa yarimta jadval desanglar? Chunki jadvallarda bir xil jadvallarda agar mana shuni to'ldir qilsa qolgan ma'lumotlar takrorlanadi. Shuning uchun yarimta jadval qilish kerak. Ba'zi misollarda. Misol uchun men sizlarga bitta ozgina tushuntirib beray, bu ham jadvalga doir bo'lganligi uchun. Xo'p, aytaylik, karani bilamiz, a? Karra, mana ko'paytirishda mana bu yerga 2 karra, 3 karra, 4 karra, 5 karra, 2 karra, 3 karra, 4 karra. Keling 4 karragacha, mana 5 karrani ham qo'shib qo'yay, bo'pti. Mana shu karra jadvalida 2 karra 2 4 bilamiz. 2 karra 3 6 8 10. Keyin pastini yozadigan bo'lsa 6 hop 9 12 15. 4 karrani yozaman 8 hop 12 16 keyingisi 20, keyin 5 karrani yozaman 10 hop 15 20 25. O'quvchilar bir narsani bilib olinglar. Takrorlanishi degani mana shu chiziqdan bu yoqqa e'tibor qaratinglar-da, ikki tomoni. Sonlar yana takrorlanadi. Bir xil, mana 6 takrorlanadi, 8 takrorlanyapti. Qaranglar. 12, 10, 15, 20 lar takrorlanadi. Shuning uchun ba'zi jadvallar mana shunaqa bo'ladi, takrorlanmasligi uchun. Xo'p, endi mana shu misolni ishlab qo'yamiz. Bu ba'zi ozgina qiyinlik ham qilishi mumkin, lekin oson o'zi aslida. Mana bu 74 nimani bildiradi? Keling, mana bu jadvalni yaxshi tushunib olamiz birinchi. Mis bilan oltin orasidagi masofa 74 ekan. 74. O, mana shu 74 kilometrlik masofa mis bilan oltin ekan. Qani 74 bormi bu yerda? Endi bir ikkitasi birgalikda 74 bo'lsa kerak. Endi qaranglar, mis bilan temir orasidagi masofa 28 ekan. Aytaylik, oltin bilan qo'rg'oshin orasidagi masofa mana oltin, bu yoqdan qo'rg'oshin 12 kilometr ekan. Keyingisi, aytaylik, xuddi shunaqa kumush bilan qo'rg'oshin 28 ekan. Xo'p, agar shunaqa bo'lsa, deyapti. Mana shu jadvalda berilgan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, mana ularni nomlab chiq, deyapti. Qaysi mana u nuqta oltin, qaysi nuqta kumush va hokazo. Biz nimaga e'tibor qaratamiz o'quvchilar? Eng kichik birlikdan boshlab e'tibor qaratamiz. Mana shuni birga agar tushunib olsak zo'r bo'lardi. E'tibor beringlar 12. 12 oltin va qo'rg'oshin orasidagi masofa. Demak, e'tibor beringlar, mana bu 12 ni ikkita orol, ikkita nuqta, bittasida oltin, bittasida qo'rg'oshin bor. Yoki teskari bo'lishi mumkin. Bunda qo'rg'oshin, bunda oltin, bunda qo'rg'oshin bo'lishi mumkin. Xo'p, endi o'quvchilar, hozir buni sal ingichkalashtirib olaman. Endi e'tibor qaratadigan narsamiz. Agar oltin bo'lsa, undan keyin 44 kilometr va 28 kilometr bo'lish kerak. Qani oltinda 44 28 bormi, tekshiramiz. Oltinda 44 28 bor ekan. Endi qo'rg'oshinda-chi desa, qo'rg'oshinda 44 yo'q ekan. Demak, mana bu 44 kilometr masofaga ham ega bo'lish uchun birinchi aniq ma'lumot mana bu oltin. Mana bu qo'rg'oshin ekan. Xo'p. Endi o'quvchilar, kichaytirsam ko'rinmay qolmayaptimi? Oltinni bildik.
Oltin bilan 28 kilometr masofada qaysi orol turadi degan savolga javob beramiz. Oltin bilan 28 masofada e'tibor beringlar, nikel turibdi. Bu jadval bu, mana to'g'risini bilib olishinglar kerak. Demak, oltin bilan 28 masofada nikel turgan bo'lsa, mana bu T'imiz nikel oroli ekan. Ana. Endi Qo'rg'oshinni ham biluvdik. Qo'rg'oshin bilan 28 masofada qaysi turibdi? E'tibor beringlar, Qo'rg'oshin 28, to'g'risini topamiz. Kumush turibdi. Mana bu yerda kumush ekan. O'quvchilar mana shunday qilib maydala hammasini topsanglar bo'ladi. Keling, bizga nikelni so'ragan edi. Nikel qayerda turibdi degan savolga nikel T'da turibdi deb javob beramiz. Bu demak jadvallarga doir murakkab masalalar tiplari edi. Tepadagi misollarni ishlab tushsanglar, bular oson bo'lib qoladi o'quvchilar. Biz shu yerda sizlar bilan darsimizni tugatamiz. Darsimiz 1,5 soatdan boshlab 2 soatgacha bo'ladi. 2 soatdan oshirsak, sizlar charchab qolishingiz mumkin. Xo'p, umumiy ma'noda jadvallarni turlarini ko'rib chiqdik. Ertaga ishlash usullaridan boshqa nimalarimiz bor, ularni ko'ramiz. Xo'p, o'quvchilar, savollar bormi? Xo'p, bo'lmasa ertaga mana shu bo'yicha test tashlanadi. Shu testni ishlab berasizlar. Keyin savol borlar bo'lsa aniq, mana ustoz aniqroq bersanglar yaxshi. Ertaga test tashlanadi. Seshanba darsimiz bo'lguncha ana shu testni ishlab berasizlar. Testni albatta ishlashinglar kerak. Xo'p, nechta test? Testlar taxminan 30 bilan 50 ning orasida bo'ladi. Ko'pi bilan 50 ta bo'ladi. Xo'p, bo'pti o'quvchilar, darsimiz tugadi shu bilan. Endi dars haqida mana bu kanallarda, nimalarda o'zingizlar fikringlar bemalol yozaveringlar. Qanaqadir savol bo'lsa yozib boringlar, shu muammo bo'yicha ishlashimiz kerak. Haligi ustoz xafa bo'ladi demanglarda, qanaqadir muammolar bo'lsa yozinglar, xudo xolasa hal qilamiz. Xo'p, bo'pti, shu yerda darsimizni tugatamiz. Rahmat hammanglarga.